Yana bir bor xayrli kun opalar, singillar. O'zbekistonda yurgan, masalan, Sankt-Peterburgda hozir havoni qaranglar, juda ham chiroyli havo bo'lyapti. Qor yog'yapti. Allohning rahmati yog'yapti, ilohim. Yangi yil hammamizga baxt, omad olib kelsin. O'zbekistonda yurgan opa-singillar, Sankt-Peterburgga kelib ketganlarga 6 yil, 7 yil bo'lgan opalar juda ko'pchilik so'rayapti. Gruppamga ham yozyaptilar, shuncha общий murojaat qildim. Opalar, oldin zamon boshqacha edi. Men masalan kelganimga 14-15 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda o'qish ishga kirib dokumentni kelgan bir oyda ichida sekin-sekin qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin hozir ancha nima deydi, zakonlar o'zgargani uchun srazi kelib registratsiya qilish kerak, patentga topshirish kerak. Keyin patentga topshirganingizdan keyin oldin kelib ketib, biz dokument yurgan nimalaringiz ham chiqib qolyapti. Juda ham qiyin bo'lib qoldi-da. Shuning uchun yana mendan xafa bo'lmanglar, Gulnoraxon, siz yordam qilmayapsiz deb. Jonim bilan yordam qilaman, lekin zamon o'zgardi, zakonlar yangilanib ketdi, iloji bo'lmayapti.